Jodugar Momo, nega siz quloqsiz bolalarni olib qochib ketasiz? Sababi ularni go'shti juda shirin bo'ladi-da. Siz qanday bolalarni go'shtini yeysiz, Momo? Ko'p telefon o'ynaydigan va ota-onasiga quloq solmaydigan bolalarni. Siz ularni qanday topasiz? Menda sehrli kuzgi bor, u menga ko'rsatadi. Ishonmasang mana qara. Mana telefon o'ynayotgan bola. Ularni qanday qilib olib kelasiz, Momo? Menga ularni qizim Gerenni olib kelib beradi. Qanday bolalarni yemaysiz o'zi, Momo? Aqllik va bilimdon, yaxshi odobli bolalarni umuman yemayman. Onajon, men yana bitta bola tutib keldim. Sen o'tirib tur bilimdon bola, hozir senga quloqsiz bolalar go'shtisan sho'rva qilib beraman. Bolajonlar, sizni ham jodugar kampir yeb qo'yishni xohlamasangiz, boshqa telefon o'ynamanglar. Yomonlik qilmanglar, xo'pmi? Nima? Do'stlarni qutqarishga shoshiling.